Assalomu alaykum. Mashinamizga Xudo xolasa shu izolyatsiyani boshladik. Inshaalloh. STPdan bosyapmiz. Bu ikkinchi qatlam vibra. Mashinaga deb hazillashgandim. Bu bizni uy kinoteatrimiz bo'ladi. Ama taqir-tuqirlarga ahamiyat bermaysizlar. Hovlida joy yo'q. O'zim kerakli hozirgi ishlatganlarning taxtalarni olib tushib olganman. Xudo xolasa bu yashil turbalar, rekupilyator, havo tozalovchi yo'nalishi yo'limiz. Havolarni tozalab beradi, chunki bu xonada bironta ham tashqaridan havo kiradigan yo'l yo'q, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.